Phileas Fogg, siz mening jiyanimga uylanmoqchimisiz? Ha, Lord Mace. Unda 80 kun ichida dunyoni aylanib chiqasiz. Buning iloji yo'q. Aylanib chiqamiz. 1000 funtga ma ulgurmaysiz. Kelishdik. Jon kuydirmasang olqishlar qayda? Blindaga uylanmasang baxt kunlar qayda? Fix bu yoqqa kel. Xizmatingizga tayyorman, Lord Mace. Foggning 80 kunda aylanib chiqishiga xalaqit qil. Men garovda yutishim shart. Ammo bu yo'lda ulkan sinov bor. Dunyoni 80 kunda aylanmoq kerak. Phileas, ehtiyot bo'l. Amaki mana bu Fixni senga xalaqit bersin deb jo'natyapti. Xavotir olmang. Men Mr. Foggni sherigiman. Har qanday Fixni dog'da qoldirib ketaman. Raqiblar ham yo'q emas. Makkor Fix bizga yov, lekin Paspartu bor ekan, bo'lolmas u aslo g'ov. Dunyo bo'ylab 80 kun. G'azor mehmonxonasi. Hammasi tayyor, Paspartu. Biz bugun Bag'dodga ketadigan karvon bilan birga yo'lga chiqamiz. Qoyil, zo'r ish bo'ldi, janob. Biz yana jadval bo'yicha harakat qilamiz. Qayoqqa ketyapsan? Taqvim olib kelaman. Janob, bizni karvon cho'ldan o'tayotganda oy quyoshni to'sib qo'yadi. Hayya, quyosh tutilishi bo'ladi. Men taqvimni kunlarni sanab borish uchun sotib olmoqchiman. Bunday voqeani o'tkazib bo'lmaydi, janob. Yaxshi, unda tezroq harakat qil. Biz tezroq narsalarimizni joylashtirishimiz kerak. Kapitan, kema G'azoda qancha turadi? Atigi 5 daqiqa jadval bo'yicha, xonim. Xayriyat. Men Phileas bilan Paspartuni quvib yetishim kerak. Amakim janob Fixga jo'natgan o'sha dahshatli rejani nusxasini topganimdan beri xavotirdaman. Bechora Paspartu. U yerga yolg'iz bormaydi degan umiddaman. Meni kechirasiz, janob. Aytolmaysizmi? Taqvimni qayerdan sotib olsam bo'ladi? Bu yerdan 3 ko'cha narida sovg'alar do'koni bor. O'sha yerdan taqvim olsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi, janob Fix? Yigitcha taqvim sotib oladiganga o'xshaydi. Lord Mace'ning rejasiga ko'ra biz Paspartuni tutib olishimiz kerak. Rejangiz bormi, janob Fix? Rejam bormi? Rejam bormi? Paspartu deganlari hali mendan ko'radiganini ko'radi. 80 kunda dunyoni aylanib chiqamiz. Fogg Blinda Mace'ga uylanishi uchun. Bu qanaqasi bo'ldi? Ming bor afv eting, afandim, lekin mamnuniyat bilan sizga shuni ma'lum qilamizki, siz bizning 1000-chi xaridorimiz bo'ldingiz. Istagan buyumingizni yarim narxiga sotib olishingiz mumkin. Lekin men umuman xaridor emasman. Menga gilamni keragi yo'q. Men taqvim sotib olmoqchiman, xolos. Axir bu ham bizni yo'nalishimiz. Lekin sizda faqat gilamlar-ku. Afandim, biz taqvim tushirilgan gilamlar ham sotamiz. Ha, mana eng yaxshi namunalaridan biri. Axir bu oddiy gilamcha-ku. Hech qanday taqvimni ko'rayotganim yo'q unda. Albatta ko'rmaysiz, chunki u faqat tunda ko'rinadi. Sanalar faqat qorong'uda ko'rinadi demoqchiman. Hozir pardalarni yopib sizga hammasini qorong'uda ko'rsataman. Bu qanaqasi? Bu nima qilganingiz? Bo'ldi qiling, yordam beringlar. Gilam ichida qamalgan kuya deb pitirlayapsanmi? Bu Fix ishi. Fix ekan bu. Biz ortga qayta olmaymiz. Yaxshisi Palmiraga, Zinobiya malikasi yurtiga jo'naymiz. Ha, qani ketdik. Qayerda qoldi ekan, ha? Uni kech qolish odati yo'q edi. Ana, keldi shekilli. Tezroq, Paspartu. Belinda, bu yerda nima qilib yuribsan? Seni ogohlantirish uchun keldim. Paspartu qani? Buni o'zim ham bilishni xohlardim. U do'konga ketgandi. Mana haligacha qaytib kelgani yo'q. Hammasi tugadi. Nima bo'ldi? Amakim Lord Mace senga xalal bermoqchi. U janob Fixga Paspartuni tutib, Zinobiya malikasini yurti Palmiraga olib ketishni buyurgandi. Endi nima qilamiz? Zinobiya malikasining yurti Palmiraga olib ketishni buyurgandi? Tezroq Blinda, hali uni qutqarishimiz kerak.
Qayoqdan ham uni qo'yib yubordim-a? O'zingni ko'p ayblama, Filias. Bunaqa bo'lishini sen ham qayoqdan bilarding? Bir narsani unutmaslik kerak. Hayot bu zanjir. Zanjir esa halqalardan iborat. Shuning uchun har bir halqani e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Eng tez yurar tuyalar. Men Palmiraga Zinobe malikasining yurtiga shoshib turibman. Menga juda tez yuradigan tuya kerak. Bizni oldimizga kelib to'g'ri qilgansiz, afandim. Eng tez yurar tuyalar shu yerda. Buni qanday qilib tekshirib ko'raman? Afandim, men yolg'on gapiradigan odamga o'xshaymanmi, a? Haligi Bilasizmi, mana bu tuyani $700 sotib oling. Men sizga suv to'ldirilgan charm meshkobni tekinga beraman. bo'pti, kelishdik. Hozir meshkobni olib kelaman. Qani, o'tar. O'tar dedim. Voy hayvon, yaxshilikcha ko'nmasang. Hop. Mayli, yaramas. Yana bir marta urinib ko'raman. Qani, 1, 2. Gilamlar do'koni. Pasportuni hujjatlar-ku. Fiksning ham surati bor ekan. Biz kechikdik, Filias. Bu fiksning ishi amalga oshdi. Agar pasportuga biror narsa bo'lsin, men Ular seni chalg'itishga harakat qilishyapti. Sen yo'lingda davom etaver. Men esa Palmiraga, Zinobe malikasi yurtiga yo'laman. Men hammasini uddalayman. bu juda ham xavfli. Agar karvon bilan yo'lga chiqmasang, Basraga jo'naydigan poyezdga ulgura olmaysan. Lekin bitta yo'li bor. Hatto pasportini qutqarishga jo'nab ketsak ham. Qanday? Yuk ortilgan tuyalar kuniga 35 kilometr yo'l bosib o'tadi. Yuksiz tuyalar esa 3 barobar ko'proq masofani bosib o'tadi. Ya'ni biz Palmiraga borib, pasportini qutqarib, keyin yana kemaga chiqishga ulguramiz demoqchimisan? Ha, faqat tezroq harakat qilsak. Qani ketdik. Oldin tuya topishimiz kerak. Hoy, Fix, men kech qolyapman. Qani chiqdik. Ming bor uzr, afandim. Bir narsani aytish esimdan chiqibdi. G'azodagi eng tez yurar tuya mana bu. Yaxshi ko'rgan ozuqasi bo'lgan xurmo bo'lmasa, aytganni umuman qilmaydi. O'tir. Ko'ryapsizmi? Mana sizga tekinga bir xalta xurmo. Esingizda tursin, xurmolarsiz u aytganingizni umuman qilmaydi. Buni qarang, janob Fix, rosa tez ketyapmizmi? Fok o'lsa ham bizni quvib yeta olmaydi. Ikkita eng tez yurar tuyalaringizdan bersangiz. Bizni oldimizga kelib yaxshi qilibsiz. Fix haqida so'rab ko'rchi. Fix haqida? Mana bu odam bizni do'stimizni o'g'irlab ketdi. Demak, yomon odam deng. Gilamidan ovoz chiqayotgani bejit emas ekanda. U qaysi tomonga qarab ketdi? Ana u yoqqa. U Palmiraga, Zinobe malikasining yeriga juda shoshayotgandi. Biz ham shoshyapmiz. O'sha muttahamni tutishga sizga yordam beraman. Mana sizga ikkita eng yaxshi tuyalarimdan. Menga to'g'ri keladi. Lekin xonimga ana u oq tuyani bersangiz. Lekin afandim, oq tuyalar sal qimmatroq turadi. Buni ahamiyati yo'q. Shuncha yetadimi? Minnatdorman afandim. Qani olg'a, ketdik. Yaxshi ish qilding, Filias.
Lekin tuyani rangi meni umuman tashvishga solmasdi. Buni unchalik ham ahamiyati yo'q edi. Unutma azizam, hayot zanjir demak. Zanjir esa halqalardan iborat. Shuning uchun har bir halqani e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Endi umid qilmasang ham bo'ladi, Paspartu. Lord Messini ham Fogni ham hali boplaydi. Janob Fog, Lord Messni hali dog'da qoldiradi. Bunga ishonaman. Sen shunday deb o'ylaysan. Hozir Omon shahriga yaqinlashyapmiz. Ancha yillar oldin uni Filadelfiya deb atashardi. Lekin Fog bu yerga yaqinlashganda odamlar uni ochiq qo'l bilan kutib olishmaydi. Janob Fogga qanday qilib ziyon yetkazmoqchisan, a? Men sodda dehqonlarni aldayman. Talonchilar kelishyapti, talonchilar kelishyapti. Talonchilar kelishyapti. Omonni himoya qilinglar. Qaroqchilarni to'xtatinglar. Ish qilib bu gaplarni tuya tushunmagan bo'lsin-da. Shoshma. Ha, xurmo berish kerak. Tezroq. Ma, ol. To'xta. Sizga nima bo'ldi? Nima deb qichqirayotgandingiz? Talonchilar yaqinlashyapti. Ularni Omonga yaqinlashtira ko'rmang. Ko'prikni hayotingizni tikib bo'lsa ham himoya qiling. Ana tuya, olg'a. Endi nima qilamiz, dada? Biz Omonni himoya qilishimiz kerak. Ana u yaxshi odam aytganidek. Lekin qanday qilib? Azizim, axir talonchilarga qarshi ishlatadigan hech qanday qurolimiz bo'lmasa. Menda buvamdan qolgan aslahalar bor. Hozir ularni kiyib olaman. Zora meni qo'rqinchli ko'rinishim talonchilarni cho'chitsa. Ana bu oldinda ko'rinayotgan nima bo'ldi? Ko'prikda juda g'alati mavjudot ko'rinyapti. Jinursan, axir bu sovut kiygan erkak. Menimcha unga yordam kerak. Shoshilish kerak. Muvozanatni ushlolmayapman, yiqilib tushyapman. Bechora dadam, u suzishni bilmaydi. Erim bechora hozir cho'kib ketadi. Yo'q. Hozir Filias uni qutqaradi. Ana bo'ldi. Hammasi joyida. Hali suv yutib ulgurmagan ekan. Afandim, sizdan juda minnatdorman. Bu yaxshiligingizni qanday qilib qaytaraylik? Hojati yo'q. Yo'q demang, janob. Sizga yordam berishdan xursand bo'lardik. Menga mana shu dubulg'ani bersangiz. Bemalol olavering. Sizga katta rahmat. Rahmat. Bu bosh kiyimni nima keragi bor, tushunmayapman. Uni nima qilasiz, Filias? Har ehtimolga qarshi kerak bo'ladi. Shu dubulg'aga? Ha. Unutma, hayot bu zanjir. Zanjir esa halqalardan iborat. Hech bir halqani e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Ijozat bersangiz, sizga yaxshi bir maslahat bersam. Bu joylarda talonchilar izg'ib yurishibdi. O'rningizda bo'lsam, darvozani mahkam qulflab qo'ygan bo'lardim. Damashqda qadimgi masjid bor. Nahotki talonchilar uni vayron qilishga botina olishsa? Botinishganda qanday? Keyin yer bilan yakson qilib ketishadi. Keyin Damashq o'zini ipagi bilan mashhur. Talonchilar ipak shoylarimizni ham o'g'irlab ketishadimi? O'g'irlab ketishadi. Hammasini o'g'irlab ketishadi. Qolganlaridan esa mana bunday qilib tugib ketishadi. Keyin ularga o'zingizni bog'lab ketishadi. Tezroq darvozalarni yopinglar. Qani tuya, ketdik. Nafaqat darvozani yopish kerak, balki butun aholini to'plab shahar atrofini qazib chiqish kerak. Ana bunga qara, Filias. Bir talay erkak va ayollar belkurak ko'tarib borishgan. Hammalari nimalar deb qichqirishyapti. Bu Damashqni o'rab turadigan devor-ku. Nima bo'lgan ekan? Hammasiga sen aybdorsan. Yo'q, o'zing aybdorsan. Kalit qani? Uni sen yo'qotding. Nima bo'ldi? Damashqning butun aholisi shahar atrofini qazish uchun chiqqan edi. Shaharni talonchilardan himoya qilish uchun. Lekin biz bu yerdaligimizda birdan qattiq shamol ko'tarilib, darvoza yopilib qoldi. Endi shaharga kira olmayapmiz. Qo'limizda belkurakdan boshqa hech narsa yo'q.
Kalit siz o'zingiz. Qanday qilib? Sizlar ham Iskandar G'azoni bosib olishda qo'llagan usuldan foydalaning. Qani, bu yoqqa kelinglar. Yerni qazinglar. Men ichkariga kirib, darvozani ochaman. Keyin hammamiz kiramiz. Oldingizda qarzdor bo'ldik, lekin minnatdorchilik bildirishimizga ijozat bering, iltimos. Hojati yo'q. Bu biz uchun sharaf. Balki Damashq shoisdan sovg'a qilarmiz, ha? Unday bo'lsa, menga ana u rangidan bersangiz. Mana bumi? Yo'q, ko'k rangidan bersangiz. To'xta tuya. To'xta dedim. Ha, qurbo berish kerak edi-ku. To'xta dedim. Ana, manzilimizga ham yetib keldik. Qarshimizda Palmira xarobalari turibdi. Bu Zinobiya malikasining yerlari. Sen o'sha ustunlardan birining ustiga o'rnashasan. Lekin bu uzoqqa cho'zilmaydi. Janob Fok meni albatta qutqaradi. Mana ko'rasan. Ana, ko'rdingmi? Janob Fok yaqinlashib qolgan. Bu Fok emas, mahalliy aholi. Ular Palmiraga Zinobiya malikasi yerlariga kiraverishdagi yo'lda turishibdi. Tushunding? Unda seni ular to'xtatishadi. Qani ko'raylikchi, Lord Mace nima deb yozibdi ekan. Palmiraga Zinobiya malikasi yerlariga yetib borganingdan keyin mahalliy aholi senga shaharga kirishga qarshilik qiladi. Ular 15 asr oldin o'lgan Zinobiya malikasi xotirasini qadrlab Palmira xarobalarini himoya qilishadi. Bu yerdan o'tib olishning yagona yo'li kech tushishini kutish. Rejang baribir amalga oshmaydi. Janob Fok bu yerga kech tushmasdan ancha oldin yetib keladi. Voy charavozingni. Fix, agar ko'rsatmalarni aniq bajargan bo'lsangiz, hozir qorong'i tushib qolishi kerak. Ha, Lord Mace'ni miyasi aynib qolibdi. Qorong'i tushishiga hali ancha vaqt bor. Lekin men barcha ko'rsatmalarni aniq bajardim-ku. Demak, ahmoqona reja ekan. Sen va Lord Mace'ga o'xshagan. Shoshma, to'xta. Ana, qorong'i tushdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Oy quyoshni to'sib qo'yapti. Quyosh tutilishi-ku bu. Demak, men bemalol xarobalarga kirib, yana qaytib chiqishga ulguraman. Lord Mace daho ekaniga yana bir bor amin bo'ldim. Xayriyat. Zinobiya malikasining yerlariga, Palmira xarobalariga yaqinlashib qoldik. Ana bu nima? Ustun ustida turgan nima bo'ldi? Axir bu Paspartu, bechora, gilamga o'ralgan. qanday dahshat. Shunchalik ham bag'ritoshlik bo'ladimi? Yashirin. Mahalliy aholi bizni o'qqa tutyapti. Ehtiyot bo'l. Muqaddas xarobalarni qo'riqlashyapti. Fok Zinobiya malikasining ruhini deb. Hech shunchalik ham surbet bo'lasanmi? Keragi yo'q, Filias. Fok, baribir Paspartuni qutqara olmaysan. Ular quyosh botgunicha xarobalarni qo'riqlab turishadi. Bu yoqqa faqat tunda yaqinlashishi mumkin. Ha. Unda Filias, karvonga hech qachon yetolmas ekansan. Keyin Bag'dodgacha boradigan kemaga ham yetolmay qolasan. Lord Mace aynan shuni rejalashtirgan. Ha, qoyil. Filias, amakim g'olib chiqdi. Endi 80 kunda dunyoni aylanib chiqa olmasliging aniq bo'ldi. Mana buni kiyib ol bilingda. Ko'k mantiyani? Mana buni ham. Dug'ulg'aniyammi? Voy la'natlar. Endi oq tuyaga o'tirib, Palmiraga kirib bor. Men ketingdan boraman. Ahmoqlar, ikkovingizni ham hozir o'qqa tutishadi. Qaranglar, Zinobiya malikasining oltin dubulg'asi-ku. Oq tuya ham Zinobiya malikasiniki. Mantiyasi ham Zinobiya malikasiniki. Malika Zinobiya! Malika Zinobiya! La'natlar. Fok yana g'olib bo'ldi.
Endi Bag'dodga borib, hammasini Lord Meysga yetkazishim kerak. Qani ketdik. Ketdik deyapman senga. Xurmo qani? Xurmo qolmabdi-ku. Bu yaramas tuya xurmo bo'lmasa joyidan jilmaydi. Kim ham o'ylabdi bunaqa bo'ladi deb. Janob Fix, bitta xurmo shunchalik muhim bo'lsa-ya, nega shuni oldinroq o'ylamadim? Hayot bu zanjir. Zanjir esa halqalardan iborat. Hech bir halqani e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Bu menga yaxshi dars bo'ldi. Barakalla Paspartu. Phileas Fogg, siz mening